Jigayish kamroq urug' tuqqanligiga oiladalik qilib yeyishga nihoyat mos keladigan, ta'mimi nihoyat esli chiqadigan qo'y jigirda yachar kebab qilishni o'rgatib qo'yay. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'zsin chuqur o'rganalaysiz, samsi o'rganish boshlaydi. Avval yacharning ustiga choy qo'yib dezinfeksiya qilamiz. Ondan qo'y jigirni bo'lsa qancha cho'ngliq to'g'rib olib, nippiz olasi to'g'rib olgan quyruq mayga chikani o'rab, yacharda o'tkazib olsak bo'ladi. Yaqindan beri shunday yaxshi mazmunlarni yo'lasammi, qo'llash nihoyat oz bo'lib qoladi urug' tuqqanlar. Shunga ajrimga haqsiz yurakdan birini bergach ko'rsanglar rahmat. Mush usul bo'yicha jigardan boshqa yana mana o'xshash qo'ynon bo'rkini qilsanglar bo'ladi. Ondan men sizlarga jibot faoliyat qilib berayotgan Konchi Jagoning ostiga tayyor qilib olgan kaboblarimizni chiroyli tizilib, Konchi Jagoning gradusini 180 ga tangshab 10 minut pishirib olgandan keyin kabob tetqus solamiz. Ishlatganim bo'lsa cho'ng ustamning kabob tetqusi, cho'ng ustamning cho'ngligi bor deb kabob tetqusining ta'mi nihoyat esli chiqilgan bo'lib, sirt degan kaboblarning ta'mi bir yadli qoldiga urib tuqqanlar. Go'shtni birini o'rib etib, gradusini yana 180 ga tangshab 10 minut atrofida pishirsak-la, mana shunday bir qarsi yig'sin kaltugida kabobimiz tayyor bo'ladi. Mazkur kabob tetqus lazım urug' tuqqanligiga boshpatga seri qarab esib qo'ydim. Lazım do'stlar, ilvasanlar bo'ladi. Amskilar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.